Salom do'stlar, bugun sizlar bilan 2020-yildan buyon ekran yuzini ko'rib kelayotgan va hozircha 3 ta sezondan iborat bo'lgan rostmana super qahramonlarga to'la ko'plab tanqidlarga uchragan Yengilmas serialini ko'rib chiqamiz. Yaxshilab o'rnashib oling va biz boshladik. Bugungi videodagi asosiy savol: bu serial nimasi bilan qiziq? Birinchidan, undagi eng ko'p uchrashingiz mumkin bo'lgan narsa bu qonli sahnalar, suyaklar sinishi va o'lim darajasiga yetadigan janglar. Bosh qahramonimizning nomi Yengilmas bo'lishiga qaramay, uni serialda deyarli hamma kaltaklaydi, ya'ni o'limgacha yetkazadi. Ayniqsa otasi Omnimon. Ha, mana shu Omnimon personaji qayerdan paydo bo'lgan degan savol ko'pchilikni qiziqtiradi va bu serial aynan siz uchun javob bo'lishi mumkin. Chunki Omnimon personaji faqatgina shu multserialda ko'rinish bergan, lekin uni ko'pchilik odamlar hanuzgacha J.K. Simpsonga o'xshatib kelishadi. Ajablanarli tomoni ham shundaki, J.K. Simpson ushbu qahramonni ovozlashtirgan ham. Umuman olganda animatsion seriallar va multfilmlar ovozlashtirilayotgan paytdagi ovoz beruvchi aktyorlarning yuz tuzilishi ko'pincha obrazlarnikiga o'xshab ketadi. Bu holat Omnimon misolida ham kuzatilgan. Ammo menga sizning fikringiz ham muhim. Shuning uchun kommentlarda yozib qoldiring. Rostdan ham Omnimon personajiga J.K. Simpson o'xshaganmi yoki yo'q? Xullas, serialning qisqacha mazmuniga keladigan bo'lsak shunday. Ancha yillar oldin Omnimon Viltrum sayyorasidan Yerga yuboriladi. Maqsad esa yer yuzidagi oddiy odamlarni tozalash va yer sayyorasini egallash. U bu yerda farzandli bo'ladi. Bu farzand esa bizning bosh qahramonimiz Mark yoki Yengilmas personaji. Har bir Viltrumning farzandi 16 yoshga to'lganida kuchga ega bo'lishi kerak, ammo Markda bu jarayon 18 yoshga cho'ziladi. Keyin unga rostmana kostyum beriladi, kuchlar nazorat qilinishini o'rgatiladi. Shundan so'ng otasi unga aslida qanday vazifa bilan kelganini tushuntiradi. Biroq Yengilmas bu topshiriqni rad etadi. Otasi esa uni o'lgudek kaltaklaydi va bu vazifani yolg'iz o'zi bo'lsa ham bajarishni aytadi va yoki men bilan birga bo'lasan yoki menga qarshi deydi. Bir og'iz bilan aytganda, bu serial xuddi filmdek ishlangan. Sifat darajasi yuqori, jang sahnalari, atmosferalari, grafiklari barchasi zo'r. Ishonavering, serial ko'rishga arziydi. Uni Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Maroq bilan tomosha qilishingiz tavsiya qilinadi. Afsuski, hozirgacha bu serialning atigi birinchi fasli tarjima qilingan va o'zbek tilida topishingiz mumkin. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hozircha xayr, salomat bo'ling.